Mehmon dasturxonida bu pishirig'im doim birinchi tugab, ko'plab maqtovlarga sabab bo'ladi. Sochni, pisochni, oddiy, lekin shunga qaramay juda ham mazali tvorogli pirog. Demak, pirog xamiri uchun birinchi bo'lib oliy navli unni eldan o'tkazib olamiz. Bilasizlar, buning uchun har doimgidek men to'ron unini ishlataman. Unga 250 g sariyog' yoki margarin qo'shib, ikkalasini urug' holatiga keltirib olishimiz kerak. Alohida idishda 400 g smetana yoki yog'li qatiq, 200 g shakar, 4 ta tuxum sarig'i, chimdim tuz, 2 choy qoshiqdan vanilin shakari va razrihli tel qo'shib hammasini aralashtiramiz. Tayyor aralashmani urug'ga qo'shib, yumshoqqina plastilinga o'xshagan xamir qor borishimiz kerak bo'ladi. Ushbu xamir uchun umumiy hisobda menga 700 g un yetarli bo'ldi. Tayyor xamir ikkita bir xil zuvalaga bo'lib, sovutgichga yarim soatga tinishi uchun olib qo'yamiz. Bu orada tvorogli nachinka tayyorlab olishimiz mumkin. Buning uchun bizga 1 kg quruqroq tvorog kerak bo'ladi. Men sifatli va mazali lattiko tvorogdan foydalanaman. Tvorogga 200 g shakar, 1 choy qoshiq vanilin shakari va qolgan 4 ta tuxum oqini qo'shib, hammasini aralashtiramiz. Shu bilan nachinka tayyor. Endi tinmagan xamir unlangan stolda listimizga moslab yoyib olamiz. Xamirni listga joylashtirib, ichiga nachinkamizni bir tekis taqsimlab chiqishimiz kerak bo'ladi. Tvorog ustidan ikkinchi yoyilgan xamirni yopib, chetlarini yaxshilab yopishtiramiz. Pirog bo'kib, usti xunuk bo'lib ishib chiqmasligi uchun vilkada sanchib chiqish yodingizdan chiqmasin. Pirogimiz oldindan 180 darajada qizib turgan duxovkada usti qizargunicha taxminan 35-40 daqiqa pishiriladi. Pishgan pirogni sovutib, ustiga shakar rupasini sepamiz. Ko'rib turganingizdek, tayyorlanishi osongina, hammaga birdek yoqadigan juda ham mazali sochni pirog bo'ladi. Buni anchadan beri tayyorlayman, meni hech qachon sharmanda qilib qo'ymagan. Sizlarga ham tavsiya qilaman, retseptini o'zingizga saqlab, albatta tayyorlab ko'ringlar. Yo'q bo'lmasa tayyorlab beradigan yaqinlaringizga ushbu videoni jo'natib qo'yinglar.